Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda ham mazali bo'lgan og'izda erib ketadigan mayin ta'mli pisochniy shirinlikni tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga quruq massalarni aralashtiramiz. Un, kraxmal hamda razrg'ichni aralashtiramiz. Shakarni idishga solib, pisochniy xamir uchun kalliy saryog'idan foydalanamiz. Kalliy saryog'i pisochniy xamirlar uchun juda ham mos. Kalliy saryog'i bilan pisochniy xamiringiz juda ham mayin, uqalanuvchan bo'lib chiqadi. Pishganda esa pishirig'ingiz og'zingizda erib ketadi. Bu saryog'ni bemalol qatlama xamirlarga ham foydalansangiz bo'ladi. Eng ideal qatlama xamirlar xuddi shu saryog'dan chiqadi. Bu saryog'ning asosiy ta'mi qaymoq hamda mayin iforida. Kalliy saryog'lari konditerlarning asosiy tanlovi bo'ladi. Video tagida qayerdan sotib olishingizni yozib qoldiraman. Xamirni yupqagina yoyib 5 cm atrofida kesib olamiz va qizib turgan duxovkada oppoq bo'lgunicha pishirib olamiz. Pishgan pechenyelarimiz orasiga quyultirilgan molokodan yaxshilab surib olib, chetlari bilan yopishtirib chiqamiz va chetini kokos qirindisi yoki maydalangan yong'oqqa botirib olishimiz kerak bo'ladi. Juda ham mazali, og'izda erib ketadigan kofe va choylar bilan birga dasturxonga tortadigan shirinligimiz tayyor. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Yoqimli mazasi og'zingizda qoladi.